Aql o'rgataverma menga, bildingmi? Bo'ldi, o'zingni bos. Yonini olaverma, bo'lmasa seni ham qo'shib qilib yuboraman. Bos, bo'ldi. O'chir ovozingni. Ko'rmaysizmi mana ularni? O'zicha aqllilik qiladi. Hoy, sekinroq. Nima shovqin? Tuzukmi? Tinchlaning. Keliningiz hali hushiga kelgani yo'q. Lekin uni miyasi chaqalgan. Buni ustiga bosh suyagi latigani tufayli gematoma vujudga kelgan. Bu nima deganingiz? Ya'ni mayda qon tomirlari yorilib, qon quyilib qolgan. Xo'sh, Buni oqibatida chaynalmang. faoliyati buziladi. Qanaqa so'zni aniqroq gapirmaysizmi? U devona sifat bo'lib qolishi mumkin. Nima? Devona. Sabab? Shu yetmay turuvdi menga. Bir kami devona bilan yashash muxolifda. Bir qadam ham kiritmaysiz uni uyga dada. Bir pas jim turgin. Menga qarang. Yaxshi yigit. Nikoh o'qitganmi deylar o'zi? Nima demoqchisiz? Nikoh o'qilganda yaxshi yomon kunda birga bo'linglar deyilmaganmidi? U nima o'z ixtiyori bilan shu ahvolga tushdimi? Bas, xonlik qilishingiz-chi keragi yo'q. Doktormisiz, doktorligingizni qiling, xo'pmi? Siz bilan gaplashmayman, jim bo'ling. Gapirayotgan gapini qarang buni. Men otasiman. Tushunasiz degan umiddaman. Qiz davolanishi kerak. Dorilarni olib kelib berishinglar bilan muolajani boshlaymiz. Chunki miya juda og'ir jarohat olgan. Shuncha xarajatga kuydik-ku dada. Yana qanaqa dori-darmon nima deyapti bu? O'zingni bosib ol. Qizishma. Dada, nega jim turishim kerak? O'zingiz o'ylang. Butun hayotim barbod bo'ldi-yu axir. Talog'ini beraverasan. Talog'ini mana shu yerda ham berib yuboraman. Kerak emas menga bu Ochar dedim senga. Dada, meni kelajagim nima bo'ladi? Uzr singlim. Dori-darmonlarni qachon olib kelish kerak? Bugun, hozir hammasini yozib beraman. Xo'p. Iltimos, shovqin qilmanglar. Bu yoqqa kel. Bu yoqqa kel. O'zingni sal bosib ol. Men endi shu jinni bilan yashaymanmi? Gaplashaman. Salomat bo'ling. Salomat bo'ling, ta'sir. Rahmat sizga, kam bo'lmang. Rahmat. 15 yil berdik uka. Buni hech kim qila olmaydi. Ish juda qiyin kechdi. Bilaman aka. Qalaysan endi poygachi? Sizga murojaat qildik-da. Aytganim bo'ldimi? Uka, bu yigitning ham qari onasi bor ekan. Ko'rinishing yomon emas. Gaplashamiz-a? Odam eng avvalo o'z farzandi haqida qayg'uradi. Endi bu ishni siz uchun qildik. Bizni ham iltimosimiz yerda qolmas. Ikki martalab bajonidil. Xizmatingizdaman aka. Taqdir menga yog'dirganda balolar, oyog'imdan chalganida xatolar. Taqdir menga yog'dirganda balolar, oyog'imdan chalganida xatolar. Yıkılmadım, egilmedim.